Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan, Lacetti avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar 2011-yil 289 ming yurgan dedingiz. 289 ming yurgan. Plus birinchi pozitsiya mexanika. Ma'lumotni aytib o'tib ketamiz akalar. Lacettilarda 1 dan 3-pozitsiyagacha hammasida ABS konditsioner bo'ladi. Motorimizga kelsak, motorimiz 1.8 Padramlik choklari, ustunliklar, xullas gazlar bor. Kraskalari ham akalar radnoy ekan. Balonlariga kelsak, balonlarimiz archa, xullas o'rtacha holatda ekan. Saloni nimani yo'q, ko'rilari, chexollari, xullas mana akalar salon holatlarini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Temir metan temir metal, zapaska balon, ular qozonlarini ko'rdinglar, bagajimiz akalar cho'k holatlari. Mashinani orqadan bir qator videoxasi. Aka, motor hadovoy yaxshimi? Rasxod yo'q-a? Motorda rasxod yo'q, hadovoyda ham ishi yo'qmi? Hadovoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi bu? Qo'rg'on-tepani mashinasi ekan. Kraska kaltagini toza dedingiz, kraskasini adashmasam. Bitta sapachoyda petnosi bor. Sapachoyda akalar petnosi bor ekan. O'zingizlar ham eshitdinglar. Ular bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. Mashinani holatini akalar o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Narxini qancha deyapsiz aka? 62 beramiz. 6200 kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'lyapti, bozor. Variant barter bank? Bank qilamiz, barter qilamiz. Bank qilib olsanglar bo'lar ekan, barter degan moshlariga. Telefon nomeringiz 50lik 767 0055 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Lacetti mashinamiz 2010-yil ikkinchi pozitsiyada 430 ming yurgan ekan. Xullas oq rangdagi Lacetti mashinamiz, motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, filtrlar, xullas akalar gazlari bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Linoning ko'rish, chexol, xullas salon holatlarini ko'ryapsizlar ikkinchi pozitsiyada. Shuncha bo'lganmi aka eshiklar? Og'irrog'i jicha. Ha, eshiklar bor. Eshiklar akalar. Shuncha bo'lgan ekan. Mana salondan bir qator ko'rinishi hozircha xirroq ko'rsatyapti. Xullas ko'rdinglar, monitorlargacha akalar taqib qo'yilgan ekan. Kichik ishlar aka mana. Konditsionerlari ham O'z yuzadan pullari ham bor-da buni. Konditsionerlari ham akalar xudo xolasa yaxshi ishlab turibdi. Puli ham akalar yengilroq. Temir metal bagajimiz joylari, zapaska balon, damkrat, xullas nimalari bor ekan. Aka, motor hadovoylari qanaqa ekan? O'ta tiniq, minib ko'radi, haqiqat javob yo'q. Motor, korobka, hadovoy, konditsionerga javob beramiz. Xullas, xudo xolasa hammasi akalar yaxshi ekan. Ular o'zingizlar ham kelasizlar, minib ko'rib, tekshirib olishaveradi deyishyapti. Kraska kaltelari-chi aka? Endi kraskasini aka biz to'g'risi biz olganmiz. Bizga endi ashi 30%, 38% deb berishgan. Biz endi unga ko'pini aytib 40% deyek endi. Akalarimiz 30-35% deyishgan ekan. Bu akalarimiz где-то 40% bor deyishyapti. O'zlari ham aniqini bilishmas ekan. Oldarqalar pechati, oldarqalari akalar pechat. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Buni aka 4900 dan o'tib beramiz. 4900 kami bor. 2010 qolgan dokumenti bo'laveradi. Bank desa ham qilib beraveramiz. Variantga chiqamiz. Variantga beramiz, bankka beramiz. Variantga chiqmas ekan, bank qilib olsanglar bo'laveradi. Aka, savdosi bo'ldimi, bozor so'radim. So'radi aka. Qancha qilishdi? Bugun naqd pulga 4450 ga bermadi. 4450 dollarga akalar berilmabdi. Ustiga qo'shsanglar, nasib qilsa, ozmoz qo'shsa barakasi bo'ladi. Ustiga akalar jicha yursanglar, barakasi ham bo'ladi. Menimcha, ular akalar mana ko'rib turibsizlar. Menimcha bozordan bu narxga aylanib Lacetti topolmaysizlar. 4450 ga akalar sekin xudo xolasa ozmoz qo'shsanglar barakasi ham bo'lib ketar ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93lik 706 3362 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Lacetti mashinamiz 2011-yil 177 ming yurgan ekan. Avtomobilimiz motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8 Padramlik choklari, filtrlar, xullas akalar gazlari bor. Mana o'zingizlar ham mana ko'rishlar mumkin. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Mashinamiz mana bir qator bu yoqdan ham akalar ko'rinishi. Salon qismiga kelsak, Linoning ko'rish, chexol, mana salon holatlari. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana
Bu yoqdan ham bir qator akalar salonda ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak. Temir metan 300 milyon so'mga dori naqd taklif beriladi. Kelinglar. Bagajimiz akalar, choklari, zapaska balon, kirat, xullas hammasi akalar bor ekan. Mashinani mana orqadan bir qator videosi. Videoga like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib o'ramiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Yaxshi, rasxod yo'q-a? Umuman akalar motorda ham, hadoyda ham ishi yo'q ekan. Generalda rasxod qilingan xolos. Gen chiqaveradi, gen chiqaverar ekan. Kirasi kaltelari-chi? Kirasi bor, eshigi bor, sapachogida. Teshigida, sapachogida. Qolgan joylari yaxshi. Qolgan joylari akalar yaxshi ekan. Bemalol olib borib, ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar akalar. Aka, narxini qancha dedik? 6300 kami bor-a? Savdosi bo'ldimi? 55, 56, 57. Eng kami 55, eng ko'pi 57 gacha akalar pul berishibdi. Variant barter bank faqat narxga, faqat akalar narxga sotilar ekan. Telefon nomeringiz 91lik 498 2556 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Aka, rahmat, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Mashinani holatini akalar ko'ryapsizlar, o'zingizlar ham telefon qilib, xullas gaplashib, bosib, kelishib oladigan joy ekan mashinani mana holati. Hattoki avtomobilimiz akalar oq rangdagi Gentra, xullas mashinamiz 2016-yilgi dedi 500 ming yurgan ekan. Prosta puli yengilroq bo'lgani uchun akalar Lacetti qo'tollarga qo'shib o'ryapman. Chunki Lacetti puliga Gentra olsa ham bo'ladi. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motor holatlari, choklari, ustiletillar, gazlari bor. Mana mashinamiz akalar motor holatlarini o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Videoga maksimal like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar chastitib bosib qo'yamiz. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Saloni. Endi uni yo'q ko'rilari, chiquvlari akalar mana salon holatlar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan ko'rinishi monitorlargacha taqib qo'yilgan ekan. Orqa oynalar tonirovka. Avtomobilimizni yoqdan bir qator ko'rinishi, xullas temir metan taxta tashlangan ekan. Bagajimiz akalar cho'q holatlari. Mashinamizni orqadan bir qator videosi. Qolgan ma'lumotlarga olib o'tib ketamiz. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Rasxod yo'q-a? Motorda rasxod yo'q. Hadoyda ishi? Hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi ekan? Qayerda? Buloqboshini akalar mashinasi ekan. Kirasi kaltelan qanaqa deyapsiz? Kapot bilan kiriladi. Ustiletil yechilmaganmi? Ustiletillari akalar kapotda ham akalar yarim ekan. Ustiletlar yechilmagan. Arqalari akalar nasib qilsa pechati. Aka, narxini qancha dedik? 7000 ozmoz kami bor. Savdosi bo'ldim, bozor so'radimi? 6300 ga akalar berilmoqda. Variant barter bank. Bank qilib olsa bo'laveradi, variantga chiqmaydi. Telefon nomeringiz 94lik nechi? 949 0445 1445 raqamlariga akalar 1440 mi? 1441 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz ekan. Mashinamizning holatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu avtomobilimiz akalar oq rangdagi Gentra, mashinamiz 2022-yil 100 ming yurgan ekan. Xullas mashinamiz mana holatini akalar o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hozir sekin motor holatiga kelib, motor malarni ko'rsatib ketamiz. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, motorimiz ko'ryapsizlar. Podramnik, choklari, ustiletillar, gazlar akalar yo'q ekan, gaz qo'yilmagan ekan mashinamizga. Sekin tashlab qo'yamiz. Balonlarga kelsak, balonlarimiz ham to'rtta balonimiz yaxshi holatda ekan. Avtomobilimiz salon, uni yo'q ko'rilari, xullas chiquvlar qo'shilgan ekan. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Videoga maksimal like bosamiz, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham akalar bosib qo'yamiz. Mashinani mana bu yoqdan bir qator ko'rinishi, zapaska balon, hammasi bor ekan. Bagajimiz mana bu choy holatlari. Mashinani orqadan bir qator videosi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Zo'ra, motor rasxod yo'q, hadoylari ham yaxshi deyishyapti.
Ha, kraskasi qanaqa ekan? Toza kraska. Kraskasi ham akalar toza ekan. Qayerda mashinasi? Andijon shahardagi men nom generalniy bordim endi. Shaharda mashinasi. Ha, Toshkent nomeri lekin Aha. Toshkentlik odam nomida o'zimni generalniy qilib olganman. Dokumentda muammosi yo'q. Hamma Pulni sanaysizlar, akalar notarsdan ishtirib o'tib ketaveradi. Gendan keyin chiqaverami yo'qmi aka? Chiqaveradi gen. Gendan akalar gen ham chiqaverar ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? narxini savdo qiladigan narx aytaymi yo bo'lishini aytaymi? Bo'lishini aytavering-chi. Endi siz kanalingizga qarab aytaman-da. Bitta shunday bitta narx ayting, ana bir narx oling desangiz, men ashuni aytaman. Endi aka savdo qiladigan aytavering, o'zlari savdolashib, netib aka o'zingiz bilan nima qilib 9,5 dan o'tib berdim. 9,5 ming kami bor-a? Savdosi bo'ldimi o'zi, bozor so'radimi? So'rayapti. Qancha qilishdi sir bo'lmasa aka? Endi hamma har xil hisob kitobga har xil So'rab nima qilib ketish. cho'ntagiga qarab so'rash. Variant barter bank yo'llari bormi? Ko'ramiz endi bank olsa gap kerak. Bankka chiqaverar ekan, variantga chiqmaydi. Variant ham chiqaradi. Variant 4500 pul bo'lgan chiqadi. eng kamida akalar 4000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Telefon nomeringiz 93lik 93lik 419 419 0977. 0977 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz.